Uyg'urlarning BDTga jazo lagerlaridagi tuqqanlar haqida sungan ariza qisman natijalendi. Turkiyada yashaydigan bir qism Uyg'urlar tomonidan qurilgan lager qurbonlari munbiri o'tgan yili BDTga Sharqiy Turkistonda Xitoy jazo lagerlarida qamalgan tuqqanlar haqida ariza sungan edi. Navbatda bu ariza qisman natijalangan bo'lib, To'ngun Zaytunburnida o'tkazilgan yig'inda lager qurbonlari yaqinlari va ularning advokati Guldan So'nmaz xonim bu vaqtda ma'lumot berib o'tdi. Egilenishicha, BDTning xohlagancha tutib turishga qarshi turish xizmat guruhi 16-iyun Xitoy doiralari tomonidan tutib turilayotgan Uyg'urlardan 3 kishi haqida qo'yib berilishi kerak deb hukm chiqargan. Guldan So'nmaz xonim Zaytunburnu Kazakchashma madaniyat markazida o'tkazilgan axborot e'lon qilish yig'inida BDT qarorining mazmuni va ahamiyati haqida to'xtaldi. Xitoy erkak qirg'inchilik jinoyatini kino vasitasi bilan yo'shirishga urindi. Sharqiy Turkistondagi erkak qirg'inchilik jinoyatini Uyg'urlarni majburiy usulga solib, xo'shal-xo'ram ko'rsatish orqali pardozlashga urinib kelgan Xitoy rejimi yaqinda yana Uyg'ur bolalar rol olgan Top Kirgizayli bolalar nomli kino orqali yo'shirishga urindi. Xitoy xalq torining bu vaqtdagi xabarda bildirilishicha, Uyg'ur bolalar bilan fransiyalik futbol cho'pini Erik Kantona bosh rol olgan Top Kirgizayli bolalar nomli kinoning qo'yilish marosimi 11-iyun Shanxayda o'tkazilgan. Xitoy rejimi aldamchilikni texnik avjiga chiqarish uchun kino ko'rish faoliyatiga Sharqiy Turkistonlik o'smirlarni qatnashtirgan. Top Kirgizayli bolalar nomli kinoga fransiyalik rejissor Steve Weiss rejissyorlik qilgan bo'lib, Fransiya komandasining sobiq tanliq cho'pini Erik Kantona, Chu Jingjing, O'sha rahbar, Chin Bayshan qatorliqlar bosh rol olgan. Jang Velli, Milutinovich qatorliqlar alohida rol olgan. Bularning ichida bu asarning boshchiligidagi dunyoga tanliq futbol cho'pini Erik Kantonaning Xitoyning tashviqotiga erkak qirg'inchilik jinoyatining yo'shirish urinishlarga moslashib rol edishi diqqat qo'zg'amoqda. Volkswagen mustaqil mufattishlarga Sharqiy Turkistondagi zavodini ochdi. Germaniya avtomobil ishlab chiqarish shirkati Volkswagen Xitoyning Sharqiy Turkistondagi kishilik huquq dafsandichiligi sababidan ayblanganligi uchun bu rayondagi zavodda mustaqil mufattishlarning tekshirishiga ochilganligini e'lon qildi. Mazkur guruhning bosh ijroiya amaldori Oliver Blum o'zlarining ochiq va mustaqil tashqi iqtisodiy taftish qilishni planlayotganligini hamda ularning Xitoy sheriklari bilan suhbatlashayotganligini bayon qildi. Volkswagenning Urumchidagi zavodi 2013-yili ochilgan bo'lib, rayondagi kishilik huquq dafsandichiligi sababli tanqidga uchrab kelmoqda. Germaniya shirkati bo'lsa, zavodning majburiy emgak va boshqa kishilik huquq dafsandichiligiga qatnashganligini rad qilib, tijoratini to'xtatishni rad qildi. Xitoy bilan Pokiston o'rtasidagi yadro kelishimi. Pokiston bosh ministri Shahbaz Sharif Xitoy bilan 4 milliard 800 million dollarlik yadro elektr stansiya kelishimi imzolaganligini e'lon qildi. Reuters agentligining xabariga qaraganda, Pokiston bosh ministri Sharif Xitoy yadro energiya shirkati Xitoy davlatiga yadro hamkorligi bilan Pokiston o'rtasida imzolangan turga qarta chasma 5 turi darhol boshlanadi. Xitoy Pokistonning eng ishonchli ittifoqdoshi bo'ladi degan. Xitoydagi bir restoranda portlash yuz berib, nurg'un odam o'lgan. To'ngun kechda Xitoyning g'arbiy shimolidagi Ningxia rayonining markaziy Yinchuandagi bir oshxonada yuz bergan gaz portlash nurg'un odamning o'limiga sabab bo'lgan. Davlat kontrolligidagi Shinxua agentligining xabariga qaraganda, 31 odam qazo qilgan bu portlash restorandagi soyuqlantirilgan neft bakining eqib ketishidan kelib chiqqan. Egilenishicha, bu portlash Xitoydagi 3 kunlik dam olish sababidan restoran besiq bir vaqtda yuz bergan. Yana bir tarafdan Fransiyaning poytaxti Parijning 5-rayonidagi bir binoda yuz bergan portlashda yaralanganlarning soni 37 ga yetdi. Qozog'iston Ostona yig'inlariga amdi sahiqlik qilmaymiz. Qozog'iston Suriyada davomlashayotgan ishki urushda urush to'xtatish va tinchlik musobaqasini shakllantirish nomida ep berilayotgan Ostona yig'inlariga amdi sahiqlik qilmaydiganligini e'lon qildi. Suriyadagi urush to'xtatish va tinchlik musobaqasini shakllantirishni maqsad qilib, Turkiya va Rossiya qo'zg'agan Ostona uchrashuvlari amdi yangi sahifani izlamoqda. 2017-yili Turkiya va Rossiya qo'zg'agan bu suhbatga dastlabda Eron, orqadan Suriya vakillaridan qatnashi bilan 4 tarafli suhbat shaklida davomlashayotgan edi.